أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa İmamul Muhaddisin Ebu Abdillah Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahimahullah yazgan Cami'ul Musnad es-Sahih degan ismi bor. Sahihul Bukhari degan isim bilan mashhur bo'lgan. Bu Allah Taola'nın kitabının qalsa birinci o'rinda turadigan. Bu hadis kitabının Kitabul İlm degan kitapның bölümünün 25. babı, yani Babu Tahridin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Vefde Abdülkays. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Abdülkays ümükini imanni ve ilimni yadlaşqa ve arkadakilerge haber bilişke qiziqtirganligining babı deydi. Vefd degan yani ümek, elçi degan. Ya bir adam bo'lsa elçi deb ma'no etamiz, rasul ma'noda. Agar ko'p adam bo'lgan bo'lsa ümek deb qo'yamiz hamda. Bir qanchadan bitta kitobga bo'lsa buni ümek. Xo'sh, endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays elçilerini, ümeklerini iman, İslamni yadlashqa, ügünüşlen qapqanmay balki nima qilishqa, yadlashqa. Nima uchun desa, orqadagilarga shu peti Peygamber sallallohu alayhi vasallam anlagandek xabar berish uchun nima qilish kerak? Yadlash kerak. Şu qiziqtirishning babi deydi. Endi bu ilmning babi. İlimni yadlab yetkazиш yaxshimi yoki yadlamaylam anlaganni isimizgina yetkazib demasa yadlab yetkazиш deganni İmam Buxoriy shunga dalil keltirib da'vat etdi. Endi bu hadis bizga oldingi bir nima deb o'tgan edi. Hozir tufan keltirgan hadis oldingi Kitabul İman'da o'tgan ekan, o'chaqda boshqacha mazmunda. Ya'ni o'chaqda İmam Buxoriy Adaul xumus minel iman. Mal g'animatning 5dan 1ni ado qilish iymondan degan yangi qistirib kelgan edi. Bu yerda bo'lsa shu hadisning o'zini olsak o'zgarishlar ilmni, iman, İslamni va ilmni yodlash, orqadagilarga xabar berish uchun da'vat etdi. Ya'ni maxsus Mirziyoyev, Tumurbeklarga deyilgan hadis ekan bu. Qirg'izistondagi jamoatlarga yetkazish uchun o'qigan ilmlarini yodlab o'qisin deb aytadi. Yani onda yutib ketmay, İmam G'azali asli kitoblarini yodlamagan ekan. Intayin ko'p kitib bor ekan. Bir kuni bir cho'lda bir safarga mangan vaqtida qaroqchiga o'tib gap qilibdi, qaroqchiga. Shundan bu qaroqchilar o'tta turqamdi. Shuning bilan İmam G'azalininki narsalarni, pullarini asimiga yaqmabdi, narsalarni asiga yaqmabdi. Bir xo'jinda kitap bakın kitap. Şu kitabını algan iken İmam G'azali yolurdu. Kitabımda olmagan bolsa, nemişqa dese, ama kitapta edesiz bilimim var, yaman tahsil yazan kitaplarım degan. Sen üzerine yazan kitap bo'lgan ekan buni kallangda yo'qmi? Degan. Yo'q degan. Hammasi bu kitapning sana hech qanday foydasi yo'q ekan. Sen bilan billa dengizga chiqqanda, dengizda paroq cho'kib ketsa, sen bilan billa ma'mug'an ilim asqatmaydi deb qoldi ekan. Qaroqchi. Xuddi atrofini boshqa. Sen dengizda paroqdan cho'kib ketsan, sen bilan billa ma'mug'an bilim bir vaqachi, dengizga cho'kib ketgan vaqachi deb qo'ygan ekan. Shundan keyin İmam G'azali deydi, men hamma kitoblarni yodlagan deydi. Nega? Xo'sh. Endi vaqala Malik ibnul Huwayris. Malik ibnul Huwayris radhiyallohu anhu mundaq dedi. Bu zot bo'lsa Abu Sulaymon deb kunyati bor. Peygamber Aleyhisselam'ın yanında Müslüman bulup Resulullah'ın kışında bir kaç gün durup andakin ailesiga qaytish haqida Resulullah'ın izni so'ragan bir sahabemdi bu. Malik ibn Huwayris radhiyallohu anhu mundaq deydi. Qala lana Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem, bizga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq dedi. İrci'u ila ahlikum fa'allimuhum. Sizlar oilanglarga qaytinglar va oilanglarga qaytib fa'allimuhum, ularga o'rgatinglar, ilm o'rgatinglar. Ya'ni menden ügengenlerni ularga o'rgatinglar deb aytadi. Demek bu ravish ustozdan o'rganganlarini chuqur har bir odam o'zining avval oilasidan boshlash kerak. Fandir ashiratakal aqrabin. Avval uni tuqqanlarini, undan keyin tarlib o'ziniki
yurt jamoatlarini, undan keyin o'zining millatini, undan keyin boshqalarga o'tish kerak. Har qanday jihatdan da'vat bo'lamdi, ilm o'rgatish bo'lamdi, ta'lim bo'lamdi, bo'lsin, avval oila, undan keyin u tuqqan, undan keyin jamoat, undan keyin shu yurt aholi, undan keyin shu millat. Unda o'sha qilib bo'lgandan keyin boshqalarga o'tish kerak. Bunda qoida. Lekin ilmni o'rganish uchun desa, ilmni o'rganish uchun nada bo'lishga bilish kerak. Ilmni o'rganish uchun nada bo'lsa boramiz. Ammo satutvanni ketsim keladi. O'rgatish uchun deganda avval o'zimizniki o'rtuqqan balvoqisidan ota-ona o'rtuqqan qarindoshdan bunda boshlaymiz. Shundaqmi bu islom dinidagi xarakterimiz. Ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy mundaq degan. Bizga Muhammad ibn Bashar hadis so'zlab berdi. U zot mundaq dedi. Bizga G'undar hadis so'zlab berdi. G'undar. G'undar degan kim desanglar bu Muhammad ibn Ja'far bu kishining ismi. Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far buning laqabi G'undar. G'undar degan gap qashang degan gap, qashang. Qashang deganni siz tushunamsizlar? Ya'ni so'raveradigan gap, so'raveradigan. Ya'ni so'ramoqni so'raveradigan, mulih degan bu arabchada. Nimada buning G'undar deb laqab qo'yib qolgan desanglar? Shu'ba buning ustozi. Shu'badan eng darsga eng boldir kelib, eng jiq savol so'raydi ekan. Bir kuni savol so'ravergan ekan, Shu'ba oxiri, "Ha, nim bo'ldi ya G'undar" degan ekan. Nim bo'ldi ya G'undar. Ya'ni qashaq nim bo'ldi deb qo'ygan ekan. Shuning bilan buning shu G'undar degan ism mashhurlab, o'ziniki Muhammad ibn Ja'far degan ismi qilib, mush ism bilan mashhurlab ketgan ekan. Shu'baning qolgan laqabi ekan bu. Haddathana Shu'batu G'undar mundaq deydi. Bizga Shu'ba hadis so'zlab berdi. Shu'ba Abi Jamradan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Abu Jamra mundaq dedi. Kuntu utarjimu bayna ibn Abbas va bayna an-nas. Man Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bilan kishilarning orasida tarjimonlik qilatdim. Tarjimonlik qilatdim. Masalan, Fars tili degandek tilga nimaga chiqqan bo'lsa, boshqa tillarga, boshqa yerlardan odamlar kelsa, men nima qilatdim, gapini tarjima qilib beratdim. Ibn Abbas roziyallohu anhu bilan kishilarning orasida fatvo berishlarida. Chunki Ibn Abbas roziyallohu anhu keyin ajoyib mashhur bo'lib ketgan. Dastlabda o'zi sahobalardan 70 necha sahobadan, ko'p sahobalardan bilim olgan, lekin o'sha sahobalarning o'zi keyin Ibn Abbasga talib kelgan. Ibn Abbas hadis olgan sahobalar keyin Ibn Abbasdan so'rni ketib o'tirgan majlisiga, har qisib o'tirganlar deyotgan. Hamda odamlar pek ko'p edi. Masalan, bir kuni fiqhdan dars bersa, bir kunisi tafsir, bir kunisi hadis, bir kunisi hatto arab she'r, jahiliyat she'rlariga bir kun ayirgan edi. Hatto u odamlar Ibn Abbas roziyallohu anhu'niki nimasiga, o'yilisiga, darga, qo'rosiga patmaydi. Patmay qanday qiladi? Bir to'p kishilar kirib, ular chiqib ketib bo'lgandan keyin yana bir turkum kirib, ular chiqib bo'lgan yana bir turkum ketdi. Bu shunday darajada. Hamda bu holat hattoki tarjimon quyga holat ketgan, tarjimon. Ya'ni u arablar ham emas, boshqa millatlarga ham kengayib tarjimon quyga holat ketganda o'shani chiqardim. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhu bilan kishilarning orasida tarjimonlik qilatdim deydi. Faqala Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq dedi. Inna wafda Abdul Qays Şüphesizki Abdul Qaysning elçileri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanına geldiler. Faqal Peygamber sallallahu yanına gelip mundaq dedi. Geldiler. Faqal şu sebepten Peygamber aleyhisselam qal mundaq dedi. Menil vefdu ev menil kavmu. Belki menil vefdu diye ma'nosi ey min ayyi kavmin antum, min ayyi veftin antum degan bo'ldi. Sizlar qaysi umak, sizlar qaysi elchi, sizlar qaysi qavmdan degan bo'ldi. Siz kim qavm demaysizlar. Sizlar kim qavm, sizlar kim elchi demaysizlar. Sizlar qaysi qavmdan, sizlar qaysi elchilardan. Qalu Rabi'atu. Ular Rabi'a dedi. Bishadki Rabi'a degan sizlar balog'at babida nahvda o'qib olishingiz mumkin. Agar qarina dalolat qilsa bu jumlaniki komil bo'ligiga jumlaning bir bo'ligini hasb qilish nima joiz. Masalan, hal qama Zaydun deb so'rasa bir kim uni qo'rqqan bo'lsin deb na'am deb qo'ysangiz bo'ladi. Unga qama Zaydun deb javob berish ketmaydi. Masalan,
Men ca'a deb savol so'rasa, men ca'a deb savol so'rasa unga Zeyd deb qo'ysa bo'ldi. Ca'a Zeydun deb o'timisun bo'ladi. Nimishqa Zeyd degan gap o'zidan ca'a degan fe'l borligini bilalaymiz-da. Xuddi shuningdek bu yerda Rabi'a deb qo'ydi. O'sha nimaga demoqchi? Ay ma'zi nahnu Rabi'a degan bo'ldi. Biz Rabi'a qabilasidandirmiz degan bo'lmaz. Biz Rabi'a qabilasidan. Nimishqa Rabi'a degan kim desanglar? Rabi'a degan shu qabilaning otasining ismi, dadasining. Çünkü Abdülkays Rabi'a'nın avlatlarından dedi. Kale merhaben bil kavmi ev bil vefdi. Şuna Peygamber Sallam dedi ki merhaba. Bu kavimge merhaba. Ya ki bu elçilerge merhaba. Elçiler ülkege merhaba. Gayra khazaya ve la nedame diyengem. Rasva bulmastin. Ve la nedame diyengem puşayman. Nadamet çekmestin. Kelgin onlarga merhaba. Rasva bulmastin. Khazaya denge xiziden çıkan xizi. Zul, havan degan manda. Nadama degan gap puşayman. Bu nima degan gap desanglar? Chunki boshqa qavmlar, boshqa qavmlar Payg'ambar alayhisalom ularga urush ichib, g'azot qilib, jihad qilib, undan keyin ular asirga ilinib, asirga tushganligi musulmon bo'lganligicha, anda Payg'ambar alayhisalom qanday bir qavm o'zi musulmon bo'lib kelsa, bularga nima deydi? Marhaban bil qavm, ya marhaban g'ayra xazaya va la nadama deydi. Ya'ni g'ayra xazaya degan asriga elinish bilan, o'tirilish bilan nima rasvo, xor, zar bo'lmasdan va bu tanlagan yo'liga pushaymon qilmasdan kelganinglarga marhaba deb bunda deydi. Qalu ular dedilarki inna natike min shuqqatin ba'ida. Biz haqiqatan bu sana min shuqqatin ba'ida. Ya'ni shuqqa degan gap safar degan bo'ldi. Yiroq safarlanganimiz. Ajoyib yiroqlanganimiz. Yaqin emas bizning yurtimiz sening va baynana va baynaka hadal hayy min kufar mudar. Biz bilan sening orangda Mudar kafirlerden bo'lgan bu qabila bor. Hay degandagi bir ma'nosi kanta, qishloq degan ma'nosi bor. Yana bir ma'nosi qabila degan ma'nosi bor. Miyada qabila. Ya'ni Mudar kafirlerden bo'lgan bir qabila bor. Va la nastati'u an natiyaka illa fi shahrin haram. Biz sening qishingga faqatla urush haram qilingan oylardala kelaymiz. Va la nastati'u an natiyaka illa fi shahrin haram. Biz sizga faqatla urush haram qilingan oylarda kelaymiz. Ya'ni Rajab, Zilqa'da, Zilhaj, Muharram mush oylarda kelaymiz. Famurna bi amrin nukhbiru bihi man wara'ana. Anda bo'lgandan keyin bizni bi amrin bir ish qilib buyurgan. Av boshidagi rivoyatda mishadagi bi amrin faslin deb kelgan. Yani keskin bir ish qilib buyurgan deb. Keskin bir ish qilib buyurgan. Nukhbir amdi. Ikki xil iborat bir nukhbiru bihi man wara'ana deb o'qish joiz. Famurna bi amrin nukhbiru desek u chaqda nukhbiru desek hal bo'ladi. Nimadan? Famurna bi amridan hal bo'ladi. Ammo nukhbir desakcho famurna bi amrin nukhbir bihi degan vaqtimizda bu yerdagi bu amrning javobi sakin o'qildi deganlik emas. Ba'zan yerda amr kelib amrdan killam fil mudarakasi sakin o'qishiga sabab nima? Mishadiki shartdan birini taqdir qilamiz. Shart taqdir bo'ladi, shart muqaddar, in muqaddar bo'ladi. Ya'ni famurna bi amrin in amartana nukhbir bihi man wara'ana. Shundaqmi? In amartana deb in muqaddar deymiz mishadiki. In muqaddar ham shu. Andan hamma shu taqdir nadada, idat nahv hamma kitobda tafsir yozilgan. Ya'ni in muqaddara. Bu vaqtida amirdan keyin kelgan fe'l mudari'ni nima qilamiz? Sakin qilamiz. Yani bas ma'ni etgan vaqtimizda nimani? In muqaddarani qo'shib ma'ni etamiz. Yani famurna bi amrin. Bizni bir ish qilib buyurgan, kaskin bir ish qilib buyurgan. Agar bizni shu kaskin ish qilib buyursang, nukhbir bihi man wara'ana. Bu ishni bizning orqamizdagilarga xabar beramiz deydi. Nadkhulu bihil jannah. Biz shu ish bilan jannatga kiramiz. Nadkhulu bihil jannah o'chaqda hal bo'ladi. Nukhbir bihi man wara'ana nadkhulu bihil jannah degan gap. Bizniki jannatga kiradigan holatimizda orqamizdagilarga xabar beramiz demaydi bu chog'da. Ya'ni vav bo'lmagan taqdirda vav yo'q bo'lsa, sizda vav bor ekan, vav yo'q. Nima? Nadkhulu va nadkhulu emas nima? Undaq bo'lganda bu nadkhulu hal bo'ladi. Nukhbirdan hal. Ya'ni bizning jannatga kiradigan holatimizda orqamizdagilarga xabar beramiz degan.
فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. Şuna Peygamber ulanı 4 iş buyurdu ve ulanı 4 işten tost dedi. Emerahum bil imani billahi vahde. Ulanı yalğız Allah'a iman etişi buyurdu. Kal. Peygamber bu da dedi. Kal diye cümle itiraz ya. Hel tedrune mel imanu billahi vahde. Yalğız Allah'a iman etiştiğen nime bilemsizler? Kalu. Ula dediler ki Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Allah'ın Resulü alim ra desek dediler. Kal. Peygamber da dedi. Şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Yani yalnız Allah'a iman etişlerlik, Allah'tan başka hiçbir ilah yok ve şüphesiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın perhak peygamberidir dep guvahlık veriştir. Çünkü ama iman etiş, yalnız Allah'a iman etişlerinin manisi şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Bu ikisi birlikte. Eğer bir adam Peygamber'e iman etmedi, iman etmez. Yalnız Allah'a iman etmek bulundu. Demek ki. Ve ikamus salah ve namaz okuş. Ve ikamus salah ve ita'uz zeka. Aslında ikamis salah yaxşı buladı bu. Ma'yadi ki emerahum bil imani billahi vahdah. Ki etfiqan bolsa yaxşı buladı. Lakin musannifdeki maksidi bir adam demeydi. İkamus salah dedim, ikamu demedi, ikamet bizmedi. İkamu demedi. Anda olganda ikamus salahını buyurulgan 4 işin birincisi hesaplap qo'yadi. Buyurulgan 4 ishning birincisi namoz o'qish deb hisoblagan gap. Shu sababdan nima iqomus salah. Agar iqomus salah bo'lgan bo'lsa, amalan bil iymonidan bo'ladi, atib bo'lgan bo'ladi. U ya'ni fa amarahum bi arba'in degan yana. U buyurgan 4 ish bo'lsa deb qo'yadi va iqomus salah degan. U buyurgan 4 ish bo'lsa namoz o'qish, zakat berish, Ramazan oruçunu tutuş ve tu'tul khumsa minel magnem. Mal ganimetinin 5'ten birini veriş. Ma'u bir manası. Ya ki bu maydu muşu şehadet nimene el imanu billahi vahde. Yalnız Allah'a iman etiş diyen ne? Nimde tefsir kan burada? Muşu nüşlen şehadet en la ilahe illallah ve Muhammed Resulullah ve ikamus salah ve ita'uz zeka ve savm Ramazan ve tu'tul khumsa minel magnem der. Ma 5 işlen şehirle peygamber oldu. Peygamber Aleyhisselam nimene yani yalnız Allah'a iman etiş diyen ne? Nimde bir şey diyen burada? Birinci la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deb guvalık biliş. İkinci namaz okuş. Üçüncü zekat biliş. Dördüncü Ramazan oruçunu tutuş. Beşincisi mal ganimetinin 5'ten birini biliş. Manım muşu nime? Yalnız Allah'a iman etiş. Anda diyen manisi burada. Manda düşünsek. Şimdi yeni bir halat düşünsek çoğu bir sual soruşu mümkün. Miyada 4 işin buyurdu deb davat edu. Bir yerde Peygamber kaç sözde belirleyeceğim ki birincisi Allah'a iman etişi buyurdu de bulap onun kendine namaz okuş, zakat biliş, Ramazan oruçunu tutuş, mali ganimetin 5'ten birini biliş. 5 iş buyuruldu bir yerde. Ma'mul 5 iken 5'te 4 iş buyurgan diyen dep kalsa bunun bildiğin cevap Peygamber bulanı Allah Teala'ga iman etişi buyurmagan. Allah Teala'ga iman etişi buyurmagan demiş ka? Çünkü ular Allah Teala'ga iman etip kelgen diyor. Kelgende ular Allah Teala'ga iman etip kelgen. İmanını biletti. Yani ularning uygun iş buyurmadı. Ama namaz okuş, zekat biliş, roz tutuş, mal ganimetin 5'ten birini biliş diyenlerin çoğu bularını bilmeydi. Bu şu bilmeydi kaçtır buyurdu da bunda cevap verişem mümkün. Ya ki babaydı şu ben dikilgendek bu 4 iş yani Allah Teala bularını çoğun cihetten bir iş buyurdu. Bu bolsa kalsa yalnız Allah'a iman etiş. Yalnız Allah'a iman etiş işini Peygamber Aleyhisselam kandak düşündü pedi. Şehadet en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah ikamus salah ita'uz zekat savun Ramazan tutul khumsa minel magnem deb la ilahe illallah Muhammed Resulullah degan onun biladigan imanı kirib ketadi. Endi shunday ha. Qolgan 4 cho, qolgan 4'te ashundagi buyruqqa ish kirib ketadi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah degan buni aytgan imonninki nimasi hisoblanadi? Sharhi, bayon hisoblanadi. Ma'mur bir yerdeki qolgan namoz o'qish, zakat berish, Ramazan oruçunu tutish, mal ganimetinin 5'ten birini bilish degan ma'mur hisoblanadi. Tushundingmi? Ve nahahum anid dubba'i vel hantami. Hantamni ikki xil iborat tursa vel hantami vel hantumi. Hantum, hantam. İki xil iborat var. Caiz. Vel hantami vel muzaffati. Ularni 4 ishni to'sdi. Qapoqdan
Vel hantem degan gap yeşil kuza. Vel muzaffat degan gap qarmayda sirlangan qacha. Shularni do'sti. Endi sizlarga dubba degan qapoqni bilasizlar. Qapoqni bilamsizlar? Xo'sh, endi dubba degan qapoq. Shunda qapoqdan degan gap, ya'ni shu qapoqlarda sharbat qilish, intibaz, sharbat qilishni to'sgan gap. Vel hantem degan gap yeşil kuza, ya'ni jarratul xadra, jarratul xadra. İdish küp var bunda, buna o'xshaydigan yeşil. Qadimgi zamonda yeşil bo'lgan, ya'ni küp, yeşil küpler. Vel muzaffah degan gap qarma asfalt. Yo'lda bosadigan asfalt qarmayva, kimilarni burunqi chelak, bunda so'g'i chelaklarni sirlaydigan tejiniz. Qarshi silab qo'ysa, ichiga suv osimi teshib chiqib ketmaydigan, kiyma paraxutlarni sirlab qo'ysa, kimining ichiga suv kirib ketmaydigan. Bunda qarmay. Shu qarmay bilan sirlangan qachilar. Din to'sti shularda nima qilishdan, sharbat qilishdan, sharbat qo'yib qo'yishni to'sti. Qala Shu'ba dediki, va rubbama qal, ba'zida Abu Jamra, ya'ni Shu'ba dedikidan gap va rubbama qal degan qal kimga yanida? Abu Jamra yanida. Chunki Shu'ba kimdir rivoyat qilgan bo'lsa, Abu Jamradan rivoyat qilgan. Abu Jamra mundaq dedi. Abu Jamra ba'zida naqir deydi. Nima o'rniga? Muzaffatni o'rniga naqir deydi. Nima? Muzaffatni o'rniga emas. Ba'zida naqir deydi. Va rubbama qala al-muqayyar, ba'zida muqayyar deydi. Muzaffatni o'rniga. Shunda nima gap? Men inchki masala ma'nodan qarang. Ya'ni naqir degan so'zda Abu Jamra sal ikkinib qilib mutaraddid edi. Payg'ambar sollallohu deganmi demaganmi deganda, ba'zida deydi, naqir deydi. Naqir degan nima? Ya'ni al-jiz'ul manqur. Xurmaning kutki, xurmaning yog'ichi. Ichi nima qilingan, ichi uyutilgan yog'ochdan bo'lgan idish, yog'och idish yoki kosan, bizni kosan deb qo'yamiz, kosan. Cho'ng das, katta yog'ochdan bo'lgan das, tushundingmi? Endi ba'zida naqir deydi, ba'zida demaydi. Naqir deganda ya'ni shunda taraddud bor edi Abu Jamrada. An varbama qalal muqayyar, ba'zida muqayyar deydi degani, ya'ni muzaffatning o'rniga ba'zida muqayyar deydi, ba'zida muzaffat deydi. Ikkisi ma'nosi bir. Muqayyar degan bu ya'ni qiyir surkalgan qachi degan gap. Muzaffat degan bu zift surkalgan qachi degan gap. Zift degan qiyir degan gap, qiyir degan zift degan gap. Uyg'urcha qarmay, tushunarli? Asfalt bilamsizlar? Yo'llarga boshqadan qarmay desam bo'ladi. Xo'sh. Endi tushunarli shakna, ya'ni Abu Jamra naqirni payg'ambar deganmi demaganmi degan shakl ekan. Yoki ustozni anlaganmi deganga. Uni keyin muqayyar dedim ya muzaffat dedim, shuni shakl ekan. Ba'zida muqayyar deydi ekan, ba'zida muzaffat deydi ekan. Ikkisi ma'nosi bir, tushunarlimi? Endi bu yerda yine bir inchki masala bor, so'raydi deydigan. Bu qachilardan nima uchun to'sdi payg'ambarlar? Nima uchun bu idishlardan to'sdi desa, o chaqda haroqlar yengida harom bo'lgan. Haroqlar yengida harom bo'lgan majbur bo'lganlik uchun arablarniki juda bir odati xurma sharbati, nabidut tamr. Unda suvni quyib, suvga nima qilib qo'ydigan? Xurmalarni. Sab qo'ygandan keyin bu xurmadagi tetiq chiqib, bu sharbatga aylanadi ekan, xurma sharbatiga aylanadi ekan. Shunda bo'lgandan keyin uni tamlik qilib ichidi ekanman. Ammo qachilarga yana havo yutishmaydigan. Bu qachilar hammasi nima teshikning ichiga havo yutishmaydi. Shundaymi? Qapoq teshikning ichiga havo kelmaydi. Masalan, yeşil kuza. Kuza deganda bilasizlar, kuza degan sapalda qilingan, masalan, pishirib qumdan o'tib pishirib qilingan kuzalar. Ya'ni kütler. Kütlerning ichiga ham nima yutishmaydigan, teshik silib o'tilgan bo'lsa, yeşil rang silib o'tilgan bo'lsa, mandek undan havo yutishmaydi. Undan keyin masalan muzaffat, masalan, og'riqi qarmaydi silangan qachilar. Uni ham havo yutishmaydi. Havo yutishmasdan bo'lgan bu quyilgan sharbat, xurma sharbati 1-2 kun turgandan keyin, uzoq turgandan keyin o'ynab qoldi ekan, haroq qaynab qoldi ekan. Musallas bo'lib qoldi. Biz musallas deb qo'ygan narsa biz musallas qaynab qoldi ekan. Shu sababdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yengida haroq qaram qilingan masjidda hamma chiqib o'tgan edi. Keyin payg'ambar alayhisalom men sizlarni yeni biladingizda, men sizlarni shunday yuqoridagi qachilarda shu ishlatib uni iste'mol qilishdan, shularda suv ichishdan to'sgan edim. Endi ichib o'ranglar. Kullu muskilin harom. Qanda
mast qiladigan narsa bo'lsa ichmanglar. Agar mast qiladigan vaqt qolsa ichmanglar. Ammo bu qochlarning o'zida ishlasanglar bo'laveradi deb payg'ambar keyin ruxsat qilgan. Tushunamizmi? Maniki hikmatini bilish kerak. O'ylab nima deb so'qibdilar, nima deb to'sabdilar deb. Bu chaqda aroq yemida cheklangan chaq bo'lgandan keyin odamda aroqqa muhabbati va aroqning qochilarini ko'rsa, aroqning qochishini ko'rsa, aroq iskab qilib, ishkisi kelib qilib, anda degandek fitnacha, bu keyin ular aroq üzülüp bo'lgandan keyin butunlay üzülüp bo'lgandan keyin uni o'chaqda asar, o'chaqda. Haqiqat aroqning qochishga asama, aroq ichmaydi ekan o'chaqda. Amdi qala ihfazuhu va akhbiruhu man wara'akum. Payg'ambar dediki, mo'minlik degan shu qavalni yodlab olinglar va sizlarning orqangizdagilarga xabar beringlar dedi. Imom Buxoriyniki shu keltirgan shohid buna. Shu 5 tada kelgan bir babdiki dalil degan mishalmani. Ya'ni shu yuqorqi bilimlarni yodlab olinglar va orqangizdagilarga keyingilarga xabar beringlar degani. Xo'sh. Endi 26-bab babu ar-rihlati fil mas'alati an-nazila. Ya'ni tushgan bir masala, ya'ni tushgan masalada yoki yuz bergan nazilani ma'nosi al-voqia, al-hadisa desak bo'ladi. Ya'ni yuz bergan masala haqida ar-rihla degan gap safar qilishning bobi. Bir yuz bergan ma'lum xos bir masala haqida safar qilishning bobi deydi. Nazila degan gap aslida tushgan degan gap. Tushgan degan gap. Endi bu yerda bizni hadisa deb tushunamiz, hadisa. Ya'ni yangidan yuz bergan. Ada burun yo'q. Aslida nazilaning o'zining ma'nosi baloy ofat degan gap. Nazila degan gap aslida katta baloy ofat bundan. Balo, ofat degan gap. Lekin bu yerdagi masala baloy ofat emas. Ya'ni yangidan yuz bergan bir masala. Yangidan chiqqan bir masala haqida safar qilishning bobi deydi. Endi sizlar esingizda bo'lsa, oldida ilm talab qilish uchun safar qilishning bobi deb bir bob o'tgan edi boshda. Esingizda bo'lish kerak. Endi biz İmam Buxoriy hargizmi tarjimani takror qilmaydi. Hadisda takror qiladi, lekin tarjima takror qilmaydi. Endi siz bu mo'yinda o'shish gapirgan go desa, o'xshamaydi. Beshidagi umum, am. Mutlaq ilm talab qilish uchun safar qilish, xuddi sizlardek. Mavjud desam bir masala. Faqat bir masala. Bilamay qolgan faqat bir masala uchun yiroq-yiroqlarga safar qilishning bobi deydi. O sanada muttasilimiz bilan İmam Buxoriy aytgan, İmam Buxoriy bunday degan. Bizga Muhammad ibn Muqatil Abul Hasan hadis so'zlab berdi. Uzat bunday dedi. Bizga Abdullah xabar berdi, uzat bunday dedi. Bizga Umar ibn Sa'id ibn Abi Husayn xabar berdi, uzat bunday dedi. Menga Abdullah ibn Abi Mulayka Uqbat ibn Haris radhiyallohu anhu rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Annahu Uqbat ibn Haris radhiyallohu anhu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab ibn Aziz. Abi Ihab ibn Azizning bir qiziga uylandi deydi. Bu qizning ismi G'unya ekan, G'unya. Kunyati bo'lsa Ummu Yahya ekan, Ummu Yahya. Fa'atathu imra'atun. Shuni bilan Uqbat ibn Haris radhiyallohu anhu qishiga bir ayol keldi. Bir ayol kishi kelib, bir ayol keldida faqalat mundaq dedi. İnni qad arda'tu Uqbata wallati tazawwaja biha. Men Rasulullah Uqbani ve Uqba öğlengen ayolni imitken idim dedi. Men Rasulullah Uqbani ve Uqba öğlengen qiz bolani imitken idim. Dedi faqala laha Uqba. U ayolga Uqba bunday dedi. Ma a'lamu annaki arda'tini ve la aqbaltini. Men senin meni imitkenligingni bilmaydi ekanman. Ve la aqbaltini ve sen bana xabar qilmagan eding. Yani bundan burun meni sen imitkenligimni ya dadam demabdi, anam demabdi. Yoki senmi bana bundan burun xabar bermagan dedi ve Falak gibi acıda dadam qolib qo'ymay shu bir yangidan yuz bergan masalalarni nazila degan bo'lsa mana. Bu shu yangidan paydo bo'lgan bu masala uchun Farakiba ila Rasulillah sallallohu alayhi vasallam bil Madinati degan. O'zi bu Uqbat Maruslarni aytadigan Makkatul Mukarramada ekan. Makka Mukarramadan Madinatul Munawwaraga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qishiga uloq minib bordi. 500 kilometr yo'limiz bordi bir masala uchun. Fasa'alahu shuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'radi dedi.
Fekale Resulullah, şunu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundak dedi. Keyfe ve kad qil. Yani kandak mı öğütüt seni? Keyfe diye gibi keyfe tübaşiru ma'ahadim. Kandak mı öğütüt seni öyle lan? Ve kad qil. Hakikaten değilgen dursa diyeyim yani. O senin kardeşin değilgen dursa sen onunla kandak mı öğütüt otursan bunun ki? Peygamberimiz bunda dedi. Fefarakaha ukbetu. Şunu bu ayaldan ukbe ayrılıp gittiğini talak kıldı. Ve nekahat zevcen gayrehu. Ve bu ayal ukbetin başka bir erkeğe nikahlandı dedi. Birinci mezmun insandaki töhmetinin ulullarından başkalarınki akan yüzü günahsız olsun mu? Yüzü sap olsun mu? Töhmet yapmış kaldığın, başkalarının eyiplenişine düşer bulunduğun şundan işlerden saklanışı lazım. Vacip birincisi. İkincisi devamlık hem işimizde Allah Teala'yı yakınlaştırdığın işini talaş gerek. İlimga eğitim buluş gerek. Bir meselede dem. Şunda bizim hayat meselemizde, hayat meselemiz olsun, ya ki ilim kitap meselemiz olsun. Bir tane mesele ma'lum olmaya kalsa, mecbur olap kalsa, bunu bildiğin adamdan ne kılış gerek? Soraş gerek. Şabi rahimahullah da degan edi. Eğer bir adam Şam'ın uçetinden, min aqsa Şam dedi. Şam'ın uçetinden en çat yaqsıdan, Yemen'in en çat yaqsıga bir tane mesele fakat bir mesele de sefer çıksa, ben bunun seferini herkesime zayak etti deb qaramayman. Yaraydı o, tigiştik, hakikaten sefer kılışqa erziydigan bir sefer deb qarayman dedi. Fakat bir mesele üçün. Sizde bütün birinci bilimde de sefer kılışqa tabii ki erziydi o, mustahil. Fakat bir mesele üçün Şam'ın en yaqsıdan Yemen'in en çat yaqsıga sefer kılsa, bu sefer intayin köngüllük, ma'nilik sefer bo'lgan bo'ldi deyman deydi. Hem de üçüncüsü müşedisilen müşedisinin zahiri hüküm kılganlar inik anının guvalık olan fırqa düşüp ketdi o deb fatva berdi. Ular mesela İmam Ahmed bin Hanbal. İmam Ahmed bin Hanbal dedi ki eğer murdi'a yani imitken ayal kelip yalğız bir ayal kelip ben bana imitken sizinki xotnoğuz dese hiç kim bilmese onun başka ayrılıp getirirdi deydi. Ama bizning mazhabimizda unday emas endi. Chunki bu yerdagi masalada biz nimaga bu yerdagi payg'ambar alayhisalom buni qilmadi. Taqvolik tarafidan hukm qilgan buni. Taqvolik tarafidan. Nima deyapti emas? Vojiblik tarafidan emas. Nimishqa bunday gap qanday o'tibsa buni bilan bunday gap bo'lgan bo'lsa deb payg'ambar bunday shaklda dedi. Unga sen oylik bitishing vojib deb qilmadi. Payg'ambar uni keskin qilmadi. Lekin Imom Ahmad bin Hanbal baribir ayilib ketdi shuning uchun imitken ayalının üz gelse guvalık kabul kılınır deydi. Bizim mezbimizde şu ayal kişinin guvalıkı min tane ayal kişinin kabul kılınmaydı. Çokum ya guvahçılıkta iki adam buluş şey, iki er kişi. Ya ki bir iki er buluş gerek. Ama kalın er kişi olması guvahçılıkta Ahmet er kişi bitken bilen kuşuyla olmaydı. Ama Şafii mezhebi ise Şafii mezhebide halis seni takvadar tüt ayal olsa Töt ayal basımın guvaçlığı güçlü gibi oldu. Ama da oğanda Peygamber aleyhisselam bizi bildiğin cevabımız ne? Bunun qamaydı sıkıntı cevabımız ise bizim deyimiz. Peygamber aleyhisselam ukbeni bir yerde hüküm yoluyla emez belki ihtiyat yolu bilen buyurgan ede deyimiz. Yani ihtiyat yolu bilen. Ama bunu ne bilge haramlık hüküm kıllar çoğu. Anda bunu Peygamber Aleyhisselam vacip de buyurgan edi de düşüngeldi var. Şu mezhepler mi dedim? Barlık gelgen. Onun kendi yeni bir çıktığı hüküm hem de İmam Malik rahimahullah inik ana murdiye kelse mesela imitkende bununki kulum koşuna ailelerin suruludu. Eğer şu kulum koşuna aileleri bu iş tarıgan olsa andın tarıgan olsa guvaçlık kabul kılındı. Hiç kim bilmese guvaçlık kabul kılınmaydı deydi. Şöyle anlamam mıydı mesela? Hoş. Babu tenavvubi fil ilmi. Bu ilimde nöbetleştiğin babı deydi. İlimde nöbetleşiş. Hem de qanday gap bu degan desa, yani
İlimni nevetlişini abi. Ya mesela iki adam olsa, birisi pul tapmasa, mesela öyünün icaresi var değil, iki talıp var. Birisi pul tapmasa, ikiniz okanmaydı. Çünkü olan bular nevetlişiydi. Biri pul tap kılıç kılıyor, biri okuydu. Yani biri pul tap kılıç kılıyor, yine biri okuydu. Yani nevetliş. Bu da kısa bulamdı. O senede mutsuzumuz bile İmam Bukhari etken, İmam Bukhari mı etken bizge Ebu Yaman hadis sözlep verdi. Ebu Yaman mı dedi? Bizge Şuayb Zuhri'nin rivayet kılıp hadis sözlep verdi, haber verdi. Havvil, yani gap ha degeni yani huvvil. Senet yutkeldi. Hadisin senedi yutkeldi dedi. Kal Ebu Abdullah İmam Bukhari mı dedi? Ve kâle İbn Vahab. İbn Vahab mı dedi? Akbarana Yunus. Bizge Yunus haber verdi. İbn Şihab'dan rivayet kılıp. İbn Şihab Ubeydullah İbn Abdullah İbn Ebi Thawr'dan rivayet kıldı. Ebi Thawr Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kıldı. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma Ömer İbn Hattab radıyallahu anhu'dan rivayet kıldı. Uzat mı dedi? Ömer radıyallahu anh dedi. Kuntu ana ve carun li minel ensar. Men ve benim bir ensar koşnam. Umeyyet ibn Zeyd cemaatide. Bir koşnam. Bu koşnam olsa ensardan koşnam ismi kimken? İtban ibn Malik el-Ensari. İtban ibn Malik el-Ensari. Men ve benimki ensardan boğan bir koşnam Beni Umeyye cemaatidik boğan. Ve hiye min avalil Medine. Yani Umeyyet ibn Zeyd cemaati diyen nerede o? Umeyyet ibn Zeyd kabilesi diyen Medine'nin avalisinin yani Medine'nin üstün tarafı. Medine üstün tüvende bir tarafı diken. Medine'deki yukarı taraflarından dur. Bu kabilenin oyunu neredeyse Medine'nin yukarı tarafı da. Ve kunna netenâvebun nuzule ala Resulillah. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çüşte nevet işettik. Şu nuzul dediğimiz yukarı tarafta olan düştü hangi? Resulullah'ı çüşte nevet işettik. Yenzili yevmen ve enzili yevmen. O bir gün düşetti ve ben bir gün düşettim. فَاِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ. Eğer ben düşsem, şu gündeki vehiy ve ondan başkasına da bir hadis ve bu öteki efsanemin haberini elip kilettim. وَاِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِسْلَ ذَٰلِكَ. Eğer bu koşnam İtban ibn Malik düşse, o başını okşunda kalattı. Kanama sahibindeki ilmi olan kançılık muhabbetini, erismenlikini. Ve şu bu dünyanın da tabi ola başkalarına muhtaç bulakamaz için. Lakin ilimde de bu koydu ateşlatmayı bir daha kız gerekemdi. Şunun için bir adam biz pul tapısı açıklamayız lakin pulun kendikçesi bulmaydı. Ağzı pul tapımı da koyması bir adamdı. Bir gün gidip, iki gün gidip yok giderken. Yüzü tutanmaydıken. Aslında pul tapısı ki maksat okuş için bunu iş gerekesdi. Hoş. Fenezele sahibi el-Ensari. Benim ensari sahibim yevme nevbetihi, üzünün nöbet günüsü de fenezele diyen gep Resulullah'a ile uçuştu. Fedarabe babi darben şedide. Benim darvazamını edessiz katlı kalktı. Damla darvazamını nahit katlı kalktı. Yani o normalde de katlı kalkmaydı da oldu. Fekale esemme huve, yani umyadıma diyen gep yani Ömer bir şeydi bağma da soru dedi, açıkan edemdin. Aldırap. Ömer bir şeydi ma Eşhedime de soru değil. Fefezi'tu feharajtu ileyhi. Çocuk ettim yani ben korkup ettim. Bu gelme ağlam. Korkup ettim. Fakat arkadıllah bu memnunki koşnamının yanına çıktım. Fekale bu koşnam mı dedi. Kad hadese emrun azim. Edessiz çok işte bir söz verdi. Fedakhaltu ala hafsete. Şunu olan ben hafsenin kışık girdim. Feiza hiye tebki. Nagahan hapsi yığlav tuttu. Hapsi yığlav oturdu. Fakultu atallakakunna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sizler Resulullah talak kıldı mı? Dep sorursam Resulullah talak kıldı mı dep sorursam Kâlet hepsi dedi la edri bilmeyim ben dedi. Thumma dekatu ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Andı ki ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaşık kirdim de fakultu ve ana kaim. Ben yürütürken haletinde dedim ki atallakta nisa'ek ayarlarını talak kıldın mı? Dep sorursam Kâle la Resulullah ya dedi. Şuna fakultu Allahu ekber. Elhamdülillah şükür Hudayım dedim. Hoş oldu ferhan. Allahu ekber dedim dedim. Hakikaten kızını talaklavatmaktı der. Hoş kılın dedi Allahu ekber dedim dedi. Ama bazıları dedi fakat Allahu ekber demek Allahu ekber ferhan emez teaccüben dedi. Yani ensar koşulan işine bir uçuk bilmeyi durup yukarı ki çatak çıktı da bir mükâgine teaccüp edip Allahu ekber diyene de diyelim ba.
Endi bu hadisdan chiqadigan qisqacha hukmlarni ikki tushunib beray. Bu hadisdan chiqadigan hukmlar bo'lsa, birinchisi ilm talab qilish qiylismanlik bo'lish. Ya'ni Umar roziyallohu anhu sahobaniki nima shu Rasulullohning kelganligi ilm talab qilishning naqadar muhim ekanligini va ilm talab qilishga qiylisman bo'lishniki muhim ekanligini bildiradi. Ikkinchisi bu hadisdan chiqadigan yana bir hukm shuki, talibul ilm o'ziniki maishatiga, turmushiga qarab baqish kerak va o'ziniki ilm talab qilish yo'lida yerdan talab qiladigan, ilm talab qilish uchun lozimlik bo'ladigan pul topsa bo'lganligini, lekin shunimi shu ilm talab qilishni tashlab etmagan ahvolida deydi. Uchinchisi xabar vahidniki qabul qilinganligi. Yani çünkü Ömer radıyallahu anh'ın haberini kim kabul kılattı? İdban ibn Malik kabul kılattı. İdban ibn Malik'in haberini Ömer radıyallahu anh kabul kılattı. Haber vahid kabul kılınadı. Ve merasil, sahabaların merasilleri hep kabul kılınadı. Bu yedisi çıktı hüküm. Dördüncüsü sahabeler ulanın bazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dersini haber veretti ve dedi Kale Resulullah deyip bunu konu musned koşaş kılattı. Resulullah bundak dedi deyip sahabeler indi sahabe şunu etkiledi. Resulullah bundak dedi deyip musned koşaş senet keltirdi. Çünkü sahabelerin içinde yalga aytıdığan şeylik mesele bu. Beşincisi bu hadiste işkini kıyıkışındaki caizliği çıkıyor. İşkı caiz. Altıncısı atılar kızlarıya ailelerinin ruhsat almasın atısı kızının yüküysi bulundu. Çünkü Ömer radıyallahu anh hapsinin kışığa Resulullah'ın izni sormayla kirgen. Yettincisi ürtürüp sual sorusu buldu. Alimden ürtürüp oturmayı sual sorusu bulundu diye. Sekizincisi ilimle nevetleşip yoksa ve birisi meşgul olanda birisi okup birisi meşgul olanda birisi okusun bu amcayız. Eğer şu ilimde taşlı yetişken bakırsa. Şunu bir ders bir şekilde olsun ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.